Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Mus'ab bin Umayr jonini fido qilgan. Shu bayroqni ko'tarib turgan Mus'ab bin Umayrda ham keladi. Ibn Qomiya qo'liga chopganda bir qo'li ikkinchi qo'liga bayroqni ushlaganda ikkinchi qo'li chopilar ekanda, yerga yuz tuban yiqilar ekan. Mus'ab bin Umayr. Mus'ab bin Umayr yiqiladi, mana shu jangda ko'miladi, mana shu qabristonga ko'miladi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma sahoba ikromlar qochgan paytida Uhudning etagida ozchilik sahoba bilan qoladi. Mushriklar endi Muhammadni o'ldirishligimiz kerak, fursat qo'lga o'tdi deydi. Rasulullohga hamma hujum bo'lgan paytida Ibn Qomiya, o'sha Mus'ab bin Umayrga qilich urgan Ibn Qomiya keladi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam topib, Rasulullohning ustiga qilichni urganlarida yelkasiga tegadi. Birinchi zarba deydi. Yelkasiga teggan paytda 2 qavat sovut kiygan bo'lar ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. 1 qavat emas, 2 qavat. Kiyganligi uchun qilichning zarbasi badaniga o'tmaydi, lekin og'rig'i 1 oy davom etgan deydi Oysha onamiz. Rasululloh yelkalariga tegganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi zarbani urganlarida yuziga tegadi deydi. Yuzidagi dubulg'asining temirlari Rasulullohning ikkita muborak yuzlarini teshib kirib ketadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketayotganida katta bir harsang toshni olib bir mushrik Rasulullohning yuziga urganlarida Rasululloh yuziga tosh tegadilar, Rasulullohning peshonasi, burnlari yonilib, tishlari sinar ekan. Va Abu Omir fosiqning kavlab qo'ygan chuqurlari bo'lardi bu yerda. O'sha chuqurga tushib ketadi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Tushib ketgan paytda Ibn Qomiya men Muhammadni o'ldirdim deb baqirgan ekan. Shu paytda shayton alayhillani inson qiyofatida shu joyga kelib Muhammad o'ldirildi deb shunaqa qattiq baqirgan ekanki, hatto Madinadagi musulmonlarga ham bu tovush yetib borgan ekan. Shu paytda bu baqiriqni Muhammad o'ldirildi degandan keyin Abu Bakr Umarlarning qo'llaridan qilichlar tushib ketadi. Qilichlar tushib ketgan paytida Badr jangiga qatnasha olmay, lekin Uhud jangiga qatnashgan Anas bin Nadr degan sahoba bo'lardi. Anas bin Malik amakisi bo'ladi. Anas bin Nadr degan sahoba ikrom shunday Abu Bakr Umarlarning oldiga kirib, nimaga qilich tashladinglar, nimaga jangni to'xtatdinglar deganda, Rasululloh o'ldi, biz himoya qila olmadik Rasulullohni deganda, Rasululloh o'lgan bo'lsa yashashda nima keragi bor degan ekan. Nima qilishasan yashab, nima qilishda o'lishmaysan orqasidan deb qo'liga qilichni olib, o'zi yakka mushriklar orasiga kirib ketganda Sa'd radhiyallohu anhu aytadi, Anas o'zi yakka olomon jamoat ichiga kirib ketyapti, o'zi yolg'iz deydi. To'xta ey Sa'd, o'zingga rahming kelsin, to'xta desam deydi, Uhudning etagidan jannatning hidi kelyapti, ifori kelyapti deb kirib ketganicha 70 ta qilich zarbasi bilan shu joyda shahid bo'ldi deydi. Biz undan shijoatlanib qo'llarimizga qilichni olib yana jangga kirishganimizda Rasululloh asta-sekin boya quduqdan chiqib keladilar ekan. Rasulullohni faqat nimasi ko'rinardi? Ko'zidan tanib qolgan sahoba Ka'b ibn Malik bo'ladi. Ka'b ibn Malik ana Rasululloh tirik ekan ey ashab deganda Rasululloh jim deyishga ulgurmaydi. Yana mushriklar diqqati Rasulullohga qaratilar. Rasulullohga hujum boshlangan paytida payg'ambarimiz atrofiga sahobalar to'plana boshlaydi. Talha bin Ubaydulloh, Sa'd bin Abi Waqqos. Rasululloh Sa'd bin Abi Waqqosga kamon o'qini berar, otam, onam sizga fido bo'lsin, Sa'd oting derdi. Abu Dujona Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilichini qo'liga olgan eng katta mushriklarning Qurayshliklardan polvonini bir urganda ikkiga yorib turib qilichni uch qayrilib ketar ekan. Qilichni haqqini berdim deb aytgan ekan. Abu Dujona Rasulullohning himoyasiga keladi, uchib kelayotgan o'qlarga Rasulullohga o'zlari qalqon bo'lib turib beradi, bellariga o'qlar kirib ketar ekan. Qatada bin Nu'man payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga himoya kelgan paytida ko'zi jarohatlanib, ko'zi osilib qolganlarida Rasululloh ko'zlarini o'sha joyda olib turib, joyiga solib purgilab qo'yganda avvalgidan ham yaxshi ko'rib qoldim deb aytadi. Talha bin Ubaydulloh Rasululloh himoya qilayotganda barmog'i uzilib ketadi. Barmog'i uzilib ketgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning esa tizzalari bo'shashib ketgan bo'ladi. Toqqa chekinaman deb g'orga, tog'da qoyali toshlarga tirmangan paytida chiqolmaganlarda Talha bin Ubaydulloh qo'llari uzilgan sahoba Rasulullohga enkayib berar ekanlarda, Rasululloh mening belimga oyog'ingizni bosib toqqa chiqib keting deganda payg'ambarimiz Talhaning beliga oyog'ini bosib turib, vojib bo'ldi Talha degan ekan. Nima vojib bo'ldi ya Rasululloh deganda, jannatingiz vojib bo'ldi deb aytgan ekan. Shuning uchun Hazrat Abu Bakr Siddiq aytadiki, Uhud jangi kimning yutug'idir deb mendan so'rasanglar, Talhaniki edi, chunki Talha mana shu jangda jannatini vojib qilgan insonlardan dedi.